MDF yoki DSP qaysi biri yaxshiroq? Azizlar, bularni ikkalasi ham plitniy material bo'lib, preslangan yog'och qirindisidan tashkil topgan. MDF mayda yog'och qirindisidan, DSP nisbatan yirikroq yog'och qirindisidan tashkil topgan. Bu asosan qurilish materiali hisoblanadi bu. Bu keng mebel va mebel ishlab chiqarish sanoatida keng qo'llaniladi. O'sha sredniy plus va ekonom segmentdagi mebellar aslan shu materialdan ishlab chiqariladi. Ko'pchilik mijozlarimizda MDF yaxshiroq, mustahkamroq, DSP unchalik emas degan bir tushuncha, fikr shakllangan. Aslida qaysi biri yaxshiroq? Bu ikkalasining ham ishlatilish maqsadlari bor, ishlatiladigan joylari bor. Mebelda, misol uchun, teshikop yasamoqchimiz. Fasad qismi agar unaqa o'yiladigan laklashimiz kerak, kraskalashimiz kerak, plyonka yopishtirishimiz kerak bo'lsa, unda MDFdan yasashimiz ancha maqsadga muvofiq. DSPdan buni qilish deyarli imkoni yo'q. Buni korpus qismini MDFdan qilishimizni bu shkopni birinchidan kilosini oshirish, ikkinchidan narxini oshirishga olib keladi. U qanaqadir mustahkamligini oshirib qo'yadi deb o'ylamayman. Chunki mustahkamligini oshiradigan narsa shkafni asosan bitta furniturasi, uni yasalishi, uni o'sha konstruksiyasiga bog'liq bu narsa asosan. Men yana bir ma'lumot eshitganman. Mana shu Yevropa davlatlarida mebelga shunaqa talab qo'yilar ekanki, mebel mustahkam va yengil bo'lsin degan, og'ir bo'lmasin degan. Ya'ni o'sha ko'p qavatli baland uylarda, binolarda u mebelning og'irligi u binoni o'sha og'irlik ko'tarishiga ko'paytirishga to'g'ri keladi. Zilzila bardoshligini kamaytiradi deb aytishgan edi, eshitgan edim shu ma'lumotni. Keyin ayrimlar aytadi, MDF ekologik tozaroq deyishadi. Men bu fikrga qo'shilmayman, sababi bu o'zining ko'rsatkichlari bor. Masalan, Y1, Y2, Y05 degan o'zining standartlari bor. Bu bizdagi MDFlarni men ko'rganman, O'zbekistondagi aslan asosiy qismi Y1, Y2lari ham bor, yanglishmasam. Y05 ni ko'rmaganman. Lekin LDSPda Y05 ham bor. Bu qancha raqam pasaysa, shuncha ekologik xavfsiz degani.